Jizzaxda shov-shuv bo'layotgan Rim ustun kolonnalarini eshitdinglarmi? 12 yildan buyon beton mahsulotlari bilan ishlagan kafilchi usta Bahrom akamiz Jizzaxga Rim ustun kolonnalarini olib kelganlar. Ish faoliyat boshlaganlarga qisqa muddat bo'lganiga qaramasdan 50-60 tadan ziyod xonadonlarga mana bunday chiroyli ustunlarni o'rnatib, sifatli ish ko'rsatganlar. Usta Bahrom akamizda diametri 25-30 santimetrli Rim kolonna qoliplari bor ekan. Agar sizga boshqacharoq kerak bo'lsa, uni ham olib keltirishadi. Bitta Rim ustumining uzunligi chegaralanmagan 15-20 metrlik qilishingiz mumkin. Bular 24 soatda tayyor bo'ladi. Rim kolonnalarini xohlasangiz uyingizda ustun bo'lsa, qolip orqali quyib berishadi. Xohlasangiz armaturada mustahkam karkas qilib quyib ham berishadi. Bu ishda aniq hisob-kitob talab qilinadi. Eng qiziq joyi, Rim ustunlari donasiga emas, metriga hisob-kitob qilinadi. 1 metri 250 ming so'mdan obyomiga qarab kelishtirib beriladi. Ustunni qarang, uyni chiroyiga chiroy qo'shgan. Endi bitta travertin qilinsa, uy yana ham go'zallashib ketadi. Quyidagi raqamlarga telefon qilsanglar, to'liqroq ma'lumot olishingiz mumkin yoki o'zingizlar borib qilgan ishlarni ko'zingizlar bilan ko'rishingiz mumkin. Unutmanglar, tajribali insonni sifatli ish chiqadi.